Mana shu qo'limdagi so'galni o'zim uy sharoitida tushirdim. Sizlarga shu narsani o'rgatmoqchiman. 5 kun vodorod perix 3% ligidan surdim, 3 mahal, 4 mahal. 5 kun ketma-ket surdim, u menga yordam bermadi. Keyin Levmikolga streptozit maydalab turib, 3 mahal, 4 mahal ketma-ketlikda surdim. 3 kun, 5 kun surdim. Va bu so'gal qotdi, mana bu ko'chib tushdi. Bugun ko'chib tushdi. Birinchi kichkinalashdi, rosa qichidi, og'ridi, qizarib ketdi. Keyin bu o'zidan o'zi qurishni boshladi. Va bugun ko'chib tushdi. Sizga maslahat beraman. 5 kun perix vodorodni, oddiy perix vodorodni artasiz. 5 kundan keyin Levmikol mazga streptozit aralashtirib, tabletka streptozit aralashtirib turib, shu kasallangan joyingizga streptozit bilan Levmikol aralashmasini qo'yasiz. Va 5 kun qo'yasiz. Qarabsizki, Xudo xolisa Alloh shifo beradi.